Ushbu video dars orqali biz topik 1, ya'ni 83-topik 1 imtihoni tetkisini birinchi va ikkinchi savolini tahlil qilamiz. Buni aslida eshitish kerak, lekin biz o'qib tahlil qilyapmiz. Sharti quyidagini eshitib, namuna bilan o'xshash savolga mos javobni toping. Namuna: Mo'ril mashyoyo. Mo'l degani suv. Ya'ni suvni ichasizmi? Ichasizmi? Ikki xil javob bor. Ha, suv ichaman yoki yo'q, suv ichmayman. Shunda bir to'g'ri ekan. Ne mo'ril mashyoyo. Ne murid chogoyo. Chokta degani bu sifat, ya'ni kam degani. Ha, suv kam. Xato. Anyo muriyeyo. Yo'q, bu suv. Anyo murichoyo. Yo'q, suv yaxshi. To'g'ri javob bir ekan. Bu namuna edi. Birinchi testimiz 4 ball berar ekan. Erkak aytayapti: "Haksengiyeyo. Siz o'quvchimisiz?" Javobida ne haksengiyeyo. Ha, o'quvchiman. Bir to'g'ri. Ne haksengi opsoyo. Ha, o'quvchi yo'q. Anyo haksengi vayo. Yo'q, o'quvchi kelyapti. Kelyapti. Anyo haksengi manayo. Yo'q, o'quvchi ko'p. Shunda to'g'ri javob 1. Manayo degani ko'p. Oldingi testlarda ham chiqqan lug'at, ya'ni bilasiz, ko'p degan. Ikkinchi testimizga e'tibor qiling. Ayol aytayapti: "Chegil ilgoyo", ya'ni kitobni o'qiysizmi? Kitobni o'qiysizmi? Birinchi javob: "Ne chegil shiroheyo". Ha, kitobni yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Bu xato. Ne chegi aniyeyo. Ha, kitob emas. Anyo chegi isoyo. Yo'q, kitob bor. Va to'rt qoladi. Anyo chegil an ilgoyo. Yo'q, kitobni o'qimayman. Shu javob to'g'ri bo'ladi. Javob 4.